2022 yıllık istatistiklik ma'lumotlarga qaraganda Xitoyda tunji qitim o'lganlarning soni tug'ilganlardan eshib ketish hodisasi ko'rilgan bo'lib, bir qism mutaxassislar buning Xitoy uchun g'oyat zo'r bir krizisdan bishorat berdiganligini ta'kidlagan. New-York vaqti gazetining 16 yanvardagi obzorda aytilishicha, Xitoy hukumati necha 10 yillab majburiy yo'sinda yo'lga qo'ygan planliq tug'ut siyosati aholining nupus qurilmasini, shuningdek yosh qiyrilik farqini keltirib chiqargan eng chong sun'iy omil bo'lib qolgan. Buning bilan yaqin kelgusida Xitoyda ishlab chiqarish bilan emgak kuchi yetishmaslik krizisining dastlabki shapillari barliqqa kelishga boshlagan. Kaliforniya universitetining professori Wang Feng bu haqda so'z qilib, Xitoy amdi nupus jihatdan olganda qiyrilar bilan to'lib ketgan, shuningdek nupus soni shiddat bilan tövəlləbatqan bir məmləkətə aylanıb qaladı degan. Obzorda aytilishicha, uzun yillab davom qilgan planliq tug'ut siyosati tufaylidan navbatda yoshlar bilan yashanganlarning nisbatida zo'r ta'tir tanasib kelib chiqqan. Yana kelib o'tgan 40 yil ichida tug'ilib cho'ng bo'lganlarning mutlaq ko'p qismi farzandlik bo'lishni xohlamaydigan bo'lib qolgan. Hozirgi statistika bo'yicha bo'lganda 2035 yilga borganda Xitoyda 400 million kishi 60 yoshdan oshadigan bo'lib, bu hozirgi Xitoy nupusining 3dan 1ga yaqin salmoqni egallaydi ekan. Yana kelib hozir yuqori pallaga chiqayotgan tajizmon virusining vabosi texmi ko'p nupusni yo'q qilish rolini o'ynashga boshlagan. Garchi Xitoy hukumati yaqinda planliq tug'ut siyosatini bekor qilib 3 farzandlik bo'lishga ruxsat qilgan, shuningdek ko'p farzandlik bo'lganlarga turli moddiy mukofotlarni va'da qilgan bo'lsa-mu, nurg'un yoshlar bola beqish xarajatining ig'irligi, uy bahosi, ma'arif va davolanish chiqimlarining shiddat bilan o'rlab ketishi qatorliqlarni bahona qilib farzandlik bo'lishni rad qilib kelgan. Obzorda aytilishicha, bu xil nupus chekinishi mohiyatda Xitoy davlatining kelgusidagi iqtisodiy va ishlab chiqarish sistemasiga g'oyat zo'r darajada salbiy ta'sir ko'rsatadigan bo'lib, Xitoy iqtisodining yaqin kelgusida davomli holda dunyodagi ikkinchi o'rinda turolmasligi ig'ir sinoqqa duch kelayotganligi ma'lum.